Assalomu alaykum, Ma'lumot.uz kanalining hurmatli tomoshabinlari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Rishton tumani Rishton chorva bozoridamiz. Ona bola sigirlar qatoridan videoroligimizni boshladik. Hafta kuniga yakshanba 21-dekabr 2025-yil. Videoni boshidan oxirigacha ko'rib tursanglar, xudo xolasa chiroqli video qilib e'tiborlaringizga havola qilaman. Egalarning nomerlarini ham qo'yib ketamiz akalar. Qaysi sigir ma'qul bo'lsa telefon qilib videoni sotib olishingiz mumkin. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Videoroligimizni boshladik akalar. Mana sigirdan boshlaylik. Aka nechinchi bolasi bu? 3-bolasi aka. 3-bolasi. Bolasi unojin ekan, ha? Xo'p, nechta suti bor aka bu? 7 tagacha javob beriladi. 7 litrgacha suti bor ekan. Yo, sog'dirishlari, yeb ichishi ko'rarga berasizmi aka? Ha, beraman. Ko'rarga berilar ekan, hurmatli tomoshabinlar. Bolasi unojin 3-bola, 7 litr suti. Yuvosh deyishyapti akalar mana. Sinab ko'raverasiz mana orqalaridan ko'rinishi mana. Sigirda bo'yi shu taxminan 1.20 atrofida kelib qoladi. Xo'p, nech pul ekan narxi buni? 25 million deyapsiz aka. 25 million baho aytyapsiz. Savdo nech pulga bordi? 22,5 million so'rash. 22,5 million so'mga chicha-picha qo'shilsa bitadi, ishingiz. Bitib qoladi. Bo'laveradi. Xo'p, telefon nomer aytamizmi? Ha, aytamiz. 91lik 91lik 653 653 26 26 14. Nargisi qanaqa ekan? Narigisi bolasi novoscha. Aha. Bolasi novos. Nechinchi bola bu? 6 taga javob beraveradi, 3-bolasi. 6 ta suti bor, 3-bola, bolasi novos ekan akalar. 22 million so'rashdi. Buni 22 million so'm qilishdi. O'sha nomerlarga telefon qilaverasizlar akalar mana. Bo'ladi. Telefon qilaversa, bundan ham yaxshilari bor. Bundan yaxshi sigirlar ham bor ekan, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bu safar akalar sigirlar kam chiqqan, endi boricha ko'rsataveramiz. Mana sigirdan bitta ko'rsataylik. Mana sigir ham savdo bo'lib turuvdi. Buni bolasi buqa. Mana 3-bolasi deyishdi. 7 litr sutga beraman deyishdi. Bo'yi 1.25 plus keladi. Bolasining bo'yi ham shu 90 plus, 1 metrga yaqin keladi. Qadrdonlar 25 million 400 ming savdosi bo'ldi hozir, shuni berilmadi lekin. Bolasi ham dadilib o'qigan. Mana. Ha, sigir akalar 7 ta suti bor ekan. Xo'p, yana sigirlar kelyapti. Bu bolasi ham zo'r ekan. Hozir sekin o'tamiz unga. Bo'ldi aka. Mana. Sekin joylashib olaversin, sekin o'tamiz tomonga. Bu tomonda odamlar rosa to'planib olib bir narsalar savdo qilishyapti. Hozir unga ham o'tamiz. Xo'p, bu yerda savdo bo'lyapti mana. Nech pul savdo bo'lyapti aka? Bolasi nima? Bolasi novos 21 million so'm savdosi ketyapti. Nechinchi bolasi? 3-bolasi ekan akalar. Tishi 6 ta. 21 million so'm savdosi ketyapti mana sigirdan akalar. Xo'sh, bu tomonda yana savdolar bo'lyapti. Bolasi yangi ekan bu. Aka nechta suti bor? 5 litr. Ya siz chiqqaningiz yo'q. Nechinchi bolasi aka? Birinchisi. Olganman aka. Olgan, ammo sut qiymaiga Shanba kundan beri sovib ichaman aka. Xullas bolasi bu qacha. Birinchi bolasi 5 litr suti bor ekan. Mana. Bolasi novoscha. Mana. Aka nech pul bo'lyapti savdosi? 20? 3. 23 million so'm savdosi bo'lyapti ekan akalar, anasiga. Yosh birinchi bola. Sigir ham chiroyli ekan. Xo'sh, bu tomonda bitta yaxshi sigir bor shekilli, bitta ko'raylik. Savdo qattiq bo'lyapti lekin. Bola buqa mana. Nech pul savdo bo'lyapti bu akalar? Rustam aka nech pul bo'lyapti? 34,5. Nechinchi bola? Ikkinchi bola. Ikkinchi bola. 10 taga dur beraveradi. Daqsa 10 tagacha sut beradi deyapti akalar. Bolasi mana dadil bo'lib qolgan buqa. Ana shu savdo bo'lyapti, lekin savdo anchadan beri bo'lyapti akalar. Xo'p, savdosiga xalaqit qilmaymiz. Bu tomonda yana sigirlar. Uni ko'raylikchi. Bu sigir kimdan ekan? Qodirali aka. Qodirali aka, mana kimniki? Siznikimi? Sizdanmi aka? Nechinchi bolasi bu? Bolasi katta bo'lib qolibdi. Birinchisi aka tishi 2 ta. 2 tish, birinchi bola, bolasi novos. Tushunga bilasizlar. Xo'p, Sizda million odamlar tomosha qiladi. nechta suti bor aka buni? Akasi 6-7 ta suti bor. 6-7 ta suti bor. Sigir katta ekan, ha. Yaxshi boqsa beradi. Xo'p, puli nech pul aka buni? 35 million baho aytyapmiz aka. 32, 31 so'rashyapti. Sog'dirishlari, yemoq-ichmog'i yaxshimi aka? Yemoq-ichmoq sog'dirishlari bexijolat aka. Bo'ldi. Telefon raqam beramizmi? Beramiz aka. Ayting.
97lik. 97lik 955 955 38 08. 38 ha. Mana hurmatli tomoshabinlar, ma'qul bo'lsa telefon qilaverasiz. 32 million so'mga savdo bo'libdi. Sigirni bo'yi akalar biri 30 kilosi bor akalar mana. Ancha katta sigir mana. Shu endi chiqarini aytdi, 6-7 litr atrofida suv bor deyapti. Baxsa yana beraver ekan, 2 tish ekan mana. Mana sigir. Ma'qul kelganlar telefon qilaverasizlar. Xo'p, bu tomonda yana chiroyli sigirlar bor ekan mana bu yerda. Qaranglar. Bu kimdan sizdanmi aka? Aha. Qaranglar. Oxon aka sizdanmi bular? Xo'p, qaysi biri bolasi? Bunimi, narigisimi? Bunisi. Haligi. Xo'p, bu bolasi ham uni ojin chiroyli bola ekan. Nechinchi bolasi aka? Birinchisimi? Birinchi bolasi ekan. Nechta sutga aka? 8 taga aytib bermaydim. Bo'ldi. 8 litr sutga 8 litrga bolasi uni ojin birinchi bola. Aka puli nech pul buni? 40 deyapmiz. 40 baho aytyapsiz. Savdo nech pulgacha bordi? Yo'q, hozircha tomosha. Tomosha. Hali savdo bo'lgan yo'q. Buncha qildi. Tomosha. Bo'ldi aka. Novachani 22 so'radi. No, seni 22 qildi. Xo'p, sinamoqqa berasiz aka, xudo xolasa. Sinab olishveradi. Pulidan olib qolib sinab olaveradi akalar. Yemog'i, chimog'iga, sog'dirishlariga sinamoqqa beriladi. Mana, sigirni qaranglar akalar. Toza. Biri 30 atrofida keladi bu. Yosh sigir, xudo xolasa. Bolasi ham uni ojin. Mana, sigir lekin katta sigir. Bu qochani 22 million so'mga berishmabdi. Ko'chati zo'r lekin buni. Buni onasi ham juda katta sigir edi. Buni onasini ko'rganman lekin. Xo'p, mana. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, telefon raqamlari 91lik 120 16 15 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Har doim shunaqa zo'r sigirlar bo'ladi akamizda. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, mana bozor endi boshlanyapti. Mollar endi kirishda davom etyapti. Birinchi kelib, mol juda ham kam edi. Bugun bozor bo'lmaydimi-ekan deb o'ylabman. Ana mollar sekin kelib ko'payib qoldi endi. Sekin ana narxlarni so'raymiz akalar. Bolasi buqacha. Yangi kelishdi ana. Xo'p. Bu nechinchi bolasi ekan aka? 5-chi bolasi, sizlardanmi? Nechta sut beryapti aka bu? Bor, 5 litr. Atrofida bor. 5 litr suti bor. Yuvoshmi, savdoradim, tushavermasmi? 27 million so'rayapti. Qanchaga? 27 deyapman, so'rayapsiz. 27 million so'm baho aytilyapti ekan akalar. Kami bor ekan, bolasini o'g'az, 5-chi bola. Yaxshi. Mana. Ya, endi mashinamiz buzilib qolganda kirdik. Xo'p. Telefon nomer beramizmi aka? Internetga? Yo, telefon shart. Bo'ldi. Telefon nomer shart emas deyishdi, dehqonaga ekan mana. Bolasini o'g'az, 5-chi bola. 27 baho aytilyapti, kam bor deyapti, hali savdo bo'lgan yo'q. Xo'p, mana shu sigirni so'raylik. Buni ham bolasini o'g'az akalar. Bu nechinchi bolasi aka? Bu 3-inchisi aka. 3-chi bola, novvozcha. Nechta sut beryapti aka bu? 3 litr suti bor, bolasidan tashqari. Xo'p, Bolasi bilan. mana bolasi lekin dadil o'qibdi. Aka nech pul so'rashyapti buni? Buni 21,5. 21,5 ga bermadingiz. Yaxshi. 21,5 million so'm savdo qilishdi akalar. Qilyapmiz deyapti. Telefon nomer qo'yamizmi aka? Shart emas, ha? Bo'ldi. Narx-navolar akalar shunaqa. Xo'p, mana bu sigirni ko'raylik. Ona bola. Ana. Xo'p, akalar bolasi G'unojin ekan. Nechinchi bola? Ikkinchisi bolasi, uchinchisiga bo'g'oz. Uchinchisiga bo'g'oz. Necha oylik? 3 oyga o'tib qoldi. 3 oyga o'tib qolibdi. Necha litr suti bor aka shu holiga? 3 litr, 4 litr suti bor. Tak. Sog'dirishlari yaxshimi aka? Necha pul narxi? 25 deyapsiz, kam bor aka. 25 kami bor deyilyapti. Savdo qilishdimi aka? 23 ga bermadingiz. Ana 23 million so'm savdo bo'libdi, berilmabdi. Bolasi G'unojin, qornida 3 oylik, 3-chisiga bo'g'oz ekan. Hozir nomerlarni so'rab qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Aka, nomer bering. Shart emasmi? Xo'p, nomerlarni berishda olishmadi. Shart emas ekan, sotilib ketar ekan. Xullas shunaqa gaplar ekan. Narx-navolardan endi xabardor qilib qo'yamiz, nomer berishmasa. Mana sigircha, mana sigir. Buni bolasini o'g'asi ekan. Ana. Xo'p, kimniki sigir?
Sizdanmi? Nechinchi bola bu? Birinchisi. Birinchi qoringa. Bolasini ovoz, ha? Ovozcha. Nechtasi beryapti? Ishda. 5 litr atrofida bor. Puli nech pul aka? 22 million qilyapti-ku. 22 million so'm. Sog'dirishlar yaxshimi aka? Tepmaydimi? Joyda. Hamma yo'q joyda deyapti akalar. 5-6 litr suti bor ekan. Mana sigir birinchi qoringa. Nomer beramizmi aka? Yo'q, qo'shnim har doim olib turibdi, endi olib sotib ketadi. Qo'shnim nomerini berib qo'yaymi? Yo'q, qo'shningiz olgani, ishlatgani narsa kerak. Berib qo'rasizmi? Ayting. 329 329 6101. 6101. Sotilib ketsa boshqa sigirlaringiz ham bor sizda? Sotilib ketdi nimada? Akalar, sotilib ketsa boshqa sigirlar ham bo'ladi, telefon qilaverasizlar. Oho, sut olib o'tdi buni. Bu kimdan ekan? Savdo bo'lyaptimi hozir bu? Xo'p, mana. Savdo qattiq bo'lyapti, lekin necha savdo bo'lyapti ekan aka? 25 2. 25 million 200 savdosi bo'lyapti mana. Lekin sutini rosa oqib olib bo'pti mana. Bolasini o'voscha shekilli. Qani aka bolasini ekan mana uni? Bolasi unajimmigan? Bolasi unajim ekan. 25 million 200 savdosi bo'lyapti hozir shuni. Sutlar qanday oqqan. Juda olib bo'pti lekin. Mana bolasi. Xullas akalar 25,5 ga ham chiqdi mana. Mana. Bolasini o'vasi ekan, uni ajinmas ekan. Bolasini o'vas 25,5 million so'm savdosi bo'lyapti akalar. Hurmatli tomoshabinlar, davom etamiz. Savdo bo'lyapti bu tomonda. Mana shu sigir bolasi xonajim birinchi bola 18 million 100 ming so'm savdosi ketyapti mana shuni. Bolasi xonajim ekan. Sigirni bo'yi akalar shu 1.20 ga tortib qoladi. Yosh sigir, mana. Tomonda savdo lekin o'ta qattiq bo'lyapti. Xo'p, buni ko'raylik. Bu sizdanmi aka? Yo'q. Kimniki ekanmi? Bilmadim-da men ham. Buni egasi kim ekan? Sherlakadanmi ekan? Bolasini o'zi ekan. Yendaki bilanim hozir. Nechta suti bor? 7-8 ta. Nechinchi bola? Nechinchi bola? 30 kami bor debman. 30 kami bor. Yangi tug'ibdi. Yangi tug'ibdi. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchisi. Ikkinchisi. 30 kam bor deyilyapti ekan akalar. Bolasini o'voscha 7 litr sutga. Qilib ketmaydi. Sag'imlari ham juda zo'r. Mana akalar, mana sigir. Bitta chiroyli sigir ekan. Haqirni qo'yib qo'yasiz, agar yurib ketsa ham ol meniki. Bolasi xunoshi shekilli. Bolasi xunoshi ekan. Bolasi xunoshi. Xo'p, 30 baho aytyapsiz, hali savdo bo'lgan yo'q, ha? Telefon nomer aytamizmi? Ha. Ayting. 93lik 93lik 544 544 0828 0828 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xo'p, mana bu sigir ham shu akadan ekan. Mana bu tomonda bozorlar, Rishton chorva bozorida sharoitlar zo'r, lekin boshqa joylarda ham shu kuni bozor bo'lganligi uchun mollar kam kiryapti. Ot chiqibdi akalar. Ot kimdan ekan? Sizdanmi? Sizdanmi aka? Necha yosh bu? 2 yosh. 2 yosh. Erkak ot mana. Bo'ylari shu 1.45 atrofida kelib qolsa kerak. Mana. Buni qaraylik, qora bayir. Voh. Yaxshi tav bo'ldi. Aka, puli nech pul buni? 25. 25 million so'm baho aytyapsiz. Savdo qilishdimi birortasi? Isham. Nech pulga? 21 million so'm qilamiz. 21 million so'mgacha savdo bo'libdi akalar. Yemog'i chimog'i yaxshi, ishtahlari zo'r ekan, xolos. Telefon raqamini aytib qo'ying bo'lmasa. 90lik 409 61 64 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar akalar mana. 2 yosh ot, erkak ot mana. Sigirlar, xo'p. Endi bu tomon bo'g'ozlar qatori akalar. Bo'g'ozlardan ham sekin o'tamiz. Menga qara, o chetiga bo'ylab qo'y. Xo'p. Davom etamiz akalar. Bu bo'g'ozmikan akalar? Necha oylik, nechinchisiga? Nechinchi qoringa? Ikkinchisiga. Nech pul narxi? 25 million. Savdo qanaqa bo'ldi? 21 million. Qancha? 21 million. 21 million so'm savdosi bo'ldi akalar. Sigir kattasiga. Mana shunday ko'rsataylik. Lekin sigir yaxshi ekan. 8 oylik. Tomondan bitta bo'g'oz sigir savdo bo'lyapti. Qani? Bu ham bo'g'ozmikan?
ham arzon qo'ygan yo'q. 21 menga yarimga tushib oladi. Qanchalikda bering? 21 million so'm savdosi bo'lyapti. Arzon qo'yganingiz. Mana. Aka charchamayapsizlarmi? Tuzingizda? Savdo qizyapti. Mana. Sigirni bo'yi akalar mana. Birinchi sigamikan bu? Birinchi qoringamikan? Birinchi qoringa necha oylik ekan? 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz. Birinchi qoringa akalar. Kelinlar. Mana 21 million 300 savdosi 21 million 300 ga. 8 oylik birinchi qoringa, 8 oylik ikkinchi qoringa. 21 millionga berilmayapti. Bu 21 million 300 savdo bo'lyapti. Berilmayapti lekin mana. Shu biri 30 atrofida keladi bu. 30 plus ham kelsa kerak indamasdan. Akalar mana. Bu birinchi qoringa. Necha oylik aka bu? Bunisi 7 oy to'lsa 8 oy. Xo'p, bunisi 6 oy. Ikkalasi ham birinchisiga. Birinchisiga buzov ekan. Necha puldan baho aytasiz bularga aka? Bunisini 20 million chicha kami bor deyapti. Xo'p. 25 million chicha kami bor. 20 million chicha kam bor, 25 million chicha kam bor. Ikkalasi ham birinchi qoringa hali buzov ekan akalar. Mana. Shu onlar ekan. Tomonda bo'g'ozligilar sayyorroq chiqibdi bu safar. Mana shu gril chiqqan aka o'to'laymasdan. Birinchisi aka necha oylik? 6 oylik birinchi qoringa bo'g'ozlardan akalar. Puli necha pul aka buni? Aha. 19 million kami. Savdo necha pulga to'xtadi? 17,5 da to'xtadi. 17. Yemog'i, ichmog'i yaxshi ekan xudo Bir xohlasa. haftaga javob beradi. Bir haftaga ko'rarga berasiz, yaxshi. Bo'g'oz 6 oylik. 6 oylik bo'g'oz mana. Mana akalar 19 kam bor deyilyapti. Aka nomer beramizmi? Beramiz. Ayting. 94lik. 94lik. 857 857 84 84 48. 48. Ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar akalar. Mana shu Chorva bozori akalar. Shton Chorva bozori. Tamom. Yosh nimalar? Ma'lumot-uz. Bir boshqa ashdan ketaveraymi? 6 oylik. 6 oylik birinchisiga. 6 million kami bor. Aha. Yo'llarda. Birinchi qoringa 6 oylik 16 million kam bor deyapti. Savdo qanaqa bo'ldi? Savdo 15 million tashnaqa. 15 million savdosi bo'ldi akalar, berildi. Birinchisiga 19 million kami bor. 19 million so'm kam bor. Necha oylik bu? 7 oylik. 7 oylik. 19 million kami bor. Bari 20 plus akalar bo'yi. Bunisi 16 million kami bor. 7 oy oshir bo'g'oz. 7 oylik. Bir ham birinchisi, xudo xolasa. O, yaxshi ketdi sizlar. 16 million kami bor. Oybek urmay turing aka moldi. 6,5 oylik. 15 million kami bor. Nechinchi qoringa bu? Ikkinchisiga bu. Bu ikkinchisiga bo'g'oz. bor mana bu yerda. Ha, o'tamiz hozir aka. Xo'p, bu sizdanmi bu ham? Bu necha oylik? 22 million kami bor. 8 oylik 22 million kam bor. Nechinchisiga? Birinchisigami? Birinchi qoringa akalar, bo'yi 1.25 atrofida keladi. Undan ham katta bo'lishi ham 30 ga ham borib qolsa kerak. O'ta yuvosh bu. Yuvosh. Naq bo'g'ozlar mana. 8 oylik bu. 8 oylik bo'g'oz ekan. Bu ham nima qiz bo'laveradi turgan. Endi nomerlaringizni ayting aka. 91lik 91lik 656 656 1375. 1375 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. 1 2 3 4 tomonda mana 5 ta bo'g'oz. Birinchisiga hammasi yosh. Buni ikkinchisiga aloqaga chiqaverasizlar. Bu nechinchi oylik, necha oylik ekan aka? 5 oylik. Ikkalasi ham birinchisiga. Birinchi. Bittasi ikkinchisi, bittasi birinchisi. Pullar qanaqa narxlari? 18 16 deb. 18 ga 16 million so'm baho aytilyapti ekan akalar, mana shularga ana. Mana sigirlar. Ana. Xo'p, mana o'sha aka necha pul savdo qilib ketdi uni? 14. Necha oylik, nechinchisiga? 5 oylik. Ikkinchisimi? Ikkinchi qoringa 14 million so'm savdo bo'ldi. 5 oylik bo'g'oz akalar. Mana. Mana qanaqa ekan? Xo'p. Buni qarang. Bu necha pul savdo bo'lyapti akalar?
29. Necha oylik bo'g'oz? 8 oyda o'tdi. 8 oydan o'tgan birinchi tug'ishga 29 million so'm savdo qilishyapti ekan akalar. Mana sizga lekin shunga yarasha akalar. O'ta Zo'r molangan haqiqatan. Agar sabr qilib muvofiq bersang, hurmatli tomoshabinlar, videorolikimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Videoga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Shu yerdan bitta so'rab qo'yaylik. Bu necha pulga bordi bu sigir? 15 bo'g'ozmi? Necha oylik? 1 oylik. Nechinsiga? 3-qoringa 1 oylik deyishyapti. Endi 1 oylik gumoni bor. Ja bo'g'ozga ham hisoblanmaydi. Mana sigir akalar. 1.25 atrofida kelib qoladi sigir. Bunaqa. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikimizni shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Ikkinchi qismini boshlaymiz endi.